Hech sotib olgan qurilmangizdan qoniqmagan paytingiz bo'lganmi? Sotib olasizda, keyin bam uni olishingiz kerak, buni sotib olishingiz kerak. Unisini sotib olganingizdan keyin ishlashingiz uchun yana boshqa narsa kerak. Da, bu his juda ham yoqimsiz, chunki o'zim ham boshimdan bir necha marta o'tgan va bugun biz sizlar bilan mana shu muammolarga yechim topib, o'z qurilma holatini har qanaqasiga o'zgartira oladigan zamonaviy device-ni ko'rib chiqamiz. Asus ROG Flow Z13. Ham planshet, ham notebook, ham personal kompyuter va hattoki o'yin uchun pristavka ham bo'la oladi. Albatta personal kompyuter yoki o'yin pristavkasi qilish uchun ma'lum bir qurilmalar kerak, lekin ular sizda oldindan bo'lsa, ulash hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Easy. Yes. Oh, yaxshi. Cortinho. Esse é o curso. Wow. Nice. Wow. Whoa. Kopça. Let's go. Xarakteristikasiga qarab ketishimizdan oldin Asus ROG Flow Z13 dizayniga to'xtalib o'tar ekanmiz. Bitta narsani inobatga olishimiz kerak. Bu 20-asrdagi notebooklardan ilhomlanib, retrofuturizm stilida ishlangan, ko'rinishi baquvvat, xuddi qanaqadir kosmik narsalarga o'xshaydi va shundoq olib ishlatish ham oson va mana bu tirgaki 170 gradusgacha buriladi. Bundoq qilib ham ishlatishingiz mumkin bemalol. Planshet sensori bor va chaq notebookda. Ana, hattoki klaviaturasini ham mana bu tekis holatidan turadigan holatiga o'tkazib qo'yish juda ham oson. Hech qanaqa ortiqcha harakat kerak emas va yana qaytarib qo'yib qo'yaverasiz. Z13 ning dizayni haqida gapirishni davom ettiradigan bo'lsak, u o'zi bilan mana bunaqa uzib qo'yiladigan klaviaturasini ham qo'shib keladi va bu agressiv gaming uslubida qilinganiga qaramasdan baribir universallikni saqlab qo'ygan. Menimcha, mana bu tegidagi ushlagich kamtarona ishlanganiga bo'lsa kerak. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Undan tashqari siz ishdan keyin men chill mode yoki gaming moddaman deb boshqalarga signal berishingiz uchun mana bunaqa yonib turadigan joyi bor va yaxshilab e'tibor bersangiz, sxemalari ham ichida ko'rinib turadi. Buni bemalol boshqarishingiz mumkin, xohlagan rang va xohlagan rejimingizga qo'yib. Klaviaturaning pastidagi mana bu touchpad ham juda yaxshi va yumshoq ishlaydi. Undan foydalanayotganda hech qanaqa muammolarga duch kelmaysiz. Deyarli mishka ishlatgandek bo'lasiz, lekin o'yin o'ynayotganda emas, chunki sababini o'zingiz yaxshi bilasiz nimaligini. Qurilmamizning qalinligi 12 mm, vazni esa 1.2 kg va bu gaming uchun chiqarilgan boshqa qurilmalar bilan solishtirganda ancha yengil va qulay ofis notebooklarga o'xshab ketadi va uni bemalol yopib, o'z portfelingizga solib, bemalol olib yursangiz bo'ladi yoningizda. Ketiling ham olib keta olasiz. O'zining ixchamligiga qaramasdan ROG Flow Z13 har qanaqa ekosistema bilan ishla oladi. Buning uchun mana bu yerda ikkita 40 gigabit sekundlik Type-C razion bor, Type-C teshigi va uning pastida HDMI 2.1 monitorlar bilan bog'lanish uchun zaryadchik bor. Bu yoqda micro SD flashkalar uchun joy va o'ng tomonida
mishka, gaming kontroller yoki shunga o'xshagan narsalar ulashingiz uchun oddiy USB Type A va naushnik uladigan joy ham bor. Undan tashqari planshetimiz 4 ta kolonka bilan ham jihozlangan. 70 Watt soatli zaryadka qiluvchi akkumulyator va energiya uchun samarali tarzda taqsimlovchi Strix Helio protsessori bilan batareykamizni umri uzoqroqga yetadi. Planshetimizning ichki xarakteristikasiga o'tadigan bo'lsak, protsessor uchun AMD AI 395 Plus Max va Radeon 8060S video kartalarini birgalikda joylashtirgan holda 4070 lik gaming notebookda taqdim etadigan performansni bemalol bera oladi. Bunga asosiy sabab Unified Memory, ya'ni umumiy faqat bitta tezkor xotiradan foydalanish. Agar siz kompyuter yig'dirgan yoki umuman uni ichki qismlari haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, bilasiz, video kartani ichida ham o'zining operativ xotirasi bo'ladi. Asus'dagi ishlab chiqaruvchilarning aynan shu qo'shimchasi operativ xotirani bittaga aylantirib, ham joy, ham resurs tejab qola olishgan. Endi faqat bitta tezkor xotira bilan ishlagani sabab video karta uchun alohida, protsessor uchun alohida xotira talab qilinmaydi va barcha tasklar laglasiz, ya'ni qotishlarsiz, tezgina, silliq amalga oshiriladi. Bu kompyuter yaxshiroq ishlaydi, oddiy tilda aytganda. Endi siz shunaqa kichik devicelarda ham AAA bo'lgan o'yinlarni qurilmani qiynamagan holda bemalol maza qilib o'yna olasiz. Biz ham xuddi shunaqa og'ir o'yinlarda kompyuterimizni sinab ko'rdik. Birinchi bo'lib biroz eskirib qolgan, ammo hali ham uncha-muncha kompyuter uchun og'irlik tushira oladigan God of War'dan boshlashga qaror qildik. Chunki bu o'yin nafaqat shunchaki grafika, balki umumiy syujet bilan ham har qanaqa odamni o'ziga mixlab qo'ya oladi. O'yinni eng yuqori sozlamalarga qo'yib o'ynaganimizda 60-70 FPS bo'lib turdi. Qaysidir joyga borganda lag yoki freeze holatlari kuzatilgani yo'q. Aynan shu action janridagi yana bir boshqa franshizani ham test qilib ko'rdik. Bu safargi nom kinofilmlar orqali bizga yaxshi tanishga aylanib qolgan Indiana Jones. Ushbu o'yin reliz qilinishidan avval barchaning e'tiborini o'zining qanday xarakteristikadagi kompyuterlarda o'ynash imkoniyati mavjudligi bilan torta oldi. Chunki o'yin haqiqatda juda og'ir, uni mana degan eng kuchli qurilma ham eng pastki sozlamalarga qo'yish kerak bo'ladi. Lekin ROG Flow Z13 bu to'siqni ham ko'rmadim deb o'tib ketdi deya olamiz. Chunki o'yin davomida yuqori sozlamalarga qo'yib o'ynaganda 100-120 FPS va hech qanaqa frizlar sodir bo'lmadi. Faqat syujetli action o'yinlardan tashqari shooterlarni ham test qilib ko'rdik. Bu safargi o'yin uchun biz o'sha klassik Doom'ning eng yangi sequeli Eternal'ni tanladik. Chunki aynan shu sequel eng oxirgi va eng og'ir hisoblanadi. Umumiy performansni yana bir bor Z13 yaxshi holatda 100-110 FPS bilan qo'llab-quvvatlab bera oldi. O'ynagan o'yinlarimiz orasida xilma-xillik bo'lish uchun yana operativ xotiramiz qanchalik og'ir o'yinlarni ko'tara olishini bilish uchun City Skylines 2 da ham test qilib ko'rdik. Agar bu quruvchilikka oid o'yinni eshitmagan bo'lsangiz, bu o'yinda katta shaharlar, binolar quriladi va aynan shu sabab bu franshiza uchun ko'p resurs talab qilinishi mumkin. Ushbu qiyin taskdan ham planshetimiz yaxshi holatda 10-20-30 FPS bilan o'ta oldi. Sun'iy intellekt bilan boyitilgan protsessorimiz Copilot Plus'dagi samaradorlikni oshiradigan instrumentlardan foydalanish imkonini ham beradi. Operativ xotiramiz hozirda faqat 32 GB lik holatda sotuvga chiqarilgan va keyinchalik 128 GB versiyasi taqdim etiladi. Umumiy xotira 1 TB PCIe 4-avlod NVMe M2 SSDsi bilan jihozlangan. Bu bilan siz fayllarni u joydan bu joyga ko'chirib o'tirishda yuqori tezlikka erisha olasiz. O'yin o'rnatayotganda ham shu SSDning tezligi katta rol o'ynaydi. Qanchalik yaxshi bo'lsa, shunchalik tez o'rnatiladi. Endi shuncha sxemalar bilan qurollangan ona platani sovutish juda ham shovqinli bo'lsa kerak deb o'ylayotgan bo'lsangiz, adashasiz. ROG Flow Z13 Windows ovozsiz, effektiv, turbo va foydalanuvchi o'zi uchun sozlab ishlatadigan, ya'ni pользовательский rejimlardan iborat har xil sovutish tizimlariga ega. Korpus mis va zanglamas metalldan tayyorlangan va u sxemani 54% dan ko'proq qismini qoplab turadi. Sovutish tizimi planshetni ostida yoki orqasida joylashgan. Agar misol uchun bundoq qilib qo'ysangiz ekranni tegi bo'ladi, bundoq qilsangiz orqasi bo'ladi va shuni hisobiga qizib ketish ehtimoli ancha pasayadi, chunki havo aylanishi yaxshilangan. Mana shu joydan issiq havo chiqib ketadi, sovutadi va oyoqingiz ham qizib ketmaydi. Umuman olib qaraganda sovuqqina, yaxshigina bo'lib turadi. Shu tomonida ikkita ArcFlow Dual 2-avlod sovutish kullerlari qo'yilgan va o'sha aytganimdek, bu sovutish samaradorligini ancha oshiradi. Ishlatayotganingizda ko'p diskomfort uyg'otmaydi. Qo'shimcha qilib o'tishimiz kerakki, agarda siz o'yin yoki og'ir dasturlarni ishga tushiradigan bo'lsangiz,
samarador, ya'ni effektiv rejimini yoqib qo'yishingizni maslahat beramiz, chunki aynan shu vaziyatda sovutish ham joyida bo'ladi va juda unaqa shovqin qilib diskomfort ham uyg'otmaydi. Unaqasiga ham norma bo'lib turadi. Planshet 13 dyumli 2.5K razresheniya QHD Rock Nebula 180 Hz li ekran bilan jihozlangan va u 500 nitgacha yorug'lik chiqara oladi. Bu bilan siz quyoshli kunlarda ham ko'chada bemalol ishlashingiz mumkin. Gorilla DXC Glass bilan qoplangani sabab displeyimizga kundalik davomida ishlatilganda tushishi mumkin bo'lgan izlar va chiziqlar tushmaydi. Bu esa touch screendan ko'p foydalanadiganlar uchun juda qulay bo'la oladi. Biz bu notebookni o'yladan tashqari ofis uchun, 3D grafika, montaj va shunga o'xshash hayotiy har xil vaziyatlar uchun ham sinab ko'rdik. Bemalol montaj qilsangiz bo'ladi, lekin 4K 60 FPS videolar bo'lsa, unda proxy qilib qo'yishingizni maslahat beramiz, chunki uncha kompyuterlar bunaqa katta bosimni baribir ko'tara olmaydi, ayniqsa bunaqa ko'tarib yuradigan kompyuterlar va ko'p effektlar bilan 4K bir nechta kamera qiyin kompozitsiya qiladigan bo'lsangiz, baribir proxy yaxshi. Maslahat beramiz. 3D dizayn bo'yicha test uchun biz tekin va ko'pchilikni sevimli dastur hisoblangan Blenderdan foydalandik. Ushbu test uchun biz abstrakt mana bunday rasmni eng og'ir render qilish rejimida eksport qildik. Natijada esa 1 daqiqa yu 56 sekundni taqdim etdi. Video boshida qurilmamiz har qanaqa ekotizimga o'tib ishla oladi degan edik, ya'ni oddiy tilda aytganda universal har qanaqa qurilmaga aylantirish mumkin va masalan yonidagi mana bu portlar orqali XG Mobile dock ulab uni video karta bilan bemalol ishlatib yana ham kuchini oshirishimiz mumkin. Men ko'rdim unaqa qilishganini videolarda ko'p joylarda va rostdan ham bor qo'shimcha video karta ulab bemalol hech qanaqa qiyinchiliksiz ham ishlata olasiz. Bugungi videoda biz Asus kompaniyasini revolyutsion mahsuloti bo'lmish ROG Flow Z13 ni birgalikda ko'rib chiqib o'rgandik va menimcha qo'ldan kelgancha sizga bu qurilma o'zi nima, qanaqa ishlaydi degan narsani tushuntirib bera oldik, qanaqadir ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Minimum eksperiment uchun Asusga respekt etish kerak va bu ko'pincha kimlar uchun yaxshi qurilma. O'yin o'ynashni xohlaydigan, yaxshi ko'radigan, lekin shu bilan birga ko'p sayohat qiladigan, chet elga chiqadigan yoki u yoqdan bu yoqqa yuradigan odamlar uchun. Ya'ni bu xohlasangiz planshet bo'ladi va xohlasangiz bundoq qilib qo'yib o'yin o'ynaysiz, xohlasangiz ilojini qilsangiz video karta ham ula olasiz, port har xil hablar orqali va monster bo'ladi. Bu yoqqa monitor ham ulab qo'yasiz, ko'taradi hamma narsani. Qo'lingizda ko'tarib yursa bo'ladigan kuchli kompyuter monster va xohlaganingizcha buni Frankenstein qilsangiz bo'ladi. Siz bilan APG YouTube kanali va kunduzi bo'ldi. Videoni shu joygacha ko'rib qo'ygan bo'lsangiz minnatdormiz, rahmat etmoqchimiz. Videoga like bosing va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ehtiyot bo'ling.